Miyokard infarkti o'tkazgan insonlar shu bilan tamommi? Ularning yuraklari butunlay ishdan chiqdimi? Infarktning qanday belgilari bor? Bepulga koronarografiya va stent qo'yiladi. Ayollarga nisbatan erkaklarda miyokard infarkti ko'proq uchraydi. Uni keltirib chiqaruvchi sabablar nima? Og'riq chap qo'lga, jag' ostiga, kuraklar orasiga tarqalishi mumkin. Infarktning qanday og'ir asoratlari bor? Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan infarkt haqida suhbatlashamiz. U qanday paydo bo'ladi? Uni keltirib chiqaruvchi sabablar nima? Infarktning qanday belgilari bor? Uni oldindan bilish mumkinmi? Infarkt paydo bo'lgandan keyin uni butunlay tuzatib yuborish mumkinmi? Infarktni oldini olish uchun nima qilish kerak? Infarkt bo'lgan insonlarga qanday yordam berish mumkin? Ularni qanday parvarish qilish kerak va infarkt o'tkazganlar nimalarga e'tibor berib yurish kerak va albatta infarktning qanday og'ir asoratlari bor? Shular haqida suhbatlashamiz. Infarkt bu yurakning mushak hujayralarini ma'lum bir qismini o'lishi. Ya'ni yurakni asosiy vazifasini bajaradigan mushak tizimi bor, ya'ni mushaklari bor. Bu mushaklar qisqarib qon haydash vazifasini bajaradi va yirik qon tomirlariga qonni haydab chiqarib, butun tanani qon bilan ta'minlaydi. Infarktda esa aynan shu vazifani bajaradigan mushaklarning ma'lum bir qismi o'ladi. Ya'ni bu mushaklar yurakning old qismida, orqa qismida, yon devorida bo'lishi mumkin, chap tomonida, o'ng tomonida. Har qanday holatda ham yurakning ma'lum bir hujayralari o'lib, o'sha joy o'z vazifasini bajara olmay qoladi. Ya'ni qisqara olish xususiyatini yo'qotadi. Chunki u yerdagi hujayralar o'lgan bo'ladi. Bunga sabab esa yurakni o'zini qon bilan ta'minlaydigan mayda koronar qon tomirlarida ichida tromblarning tiqilib qolishi natijasida o'sha qon tomir qon bilan ta'minlaydigan sohaning oziqlanishi to'xtaydi va u hujayralar oziqlana olmay o'ladi. Natijada infarkt rivojlanadi. Tromblar tiqilishiga olib keladigan sabablar bor. Bu tromblar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Buning sababi avvalo mana shu biz aytayotgan qon tomirlarining ichida odatda ateroskleroz degan jarayon rivojlanadi. Bu ateroskleroz jarayoni qon tomirlarining ichki devorida xolesterin moddasining to'planib, u yerda tomir devorini qoplashidan boshlanadi. Va vaqt o'tib o'sha tomirni ateroskleroz bilan qoplangan joyini o'zida uni ko'chishi oqibatida o'sha joyni to'liq yopib qo'yishi yoki aksincha u yerdan ko'chib ketib boshqa maydaroq tomirga kelgandan keyin o'sha yerga tiqilib qolishi natijasida infarkt rivojlanadi. Ko'rib turganingizdek, agar qon tomirlarining yirikroq joyida, ya'ni boshlang'ich sohasida qon tomir butunlay yopilib qoladigan bo'lsa, unda yirikroq soha, ya'ni kattaroq sohada infarkt bo'ladi. Bu obshirniy, yirik, katta infarkt deyiladi. Agarda mayda tomirlarda tiqilib qolish bo'ladigan bo'lsa, unda kichikroq, ya'ni mikro infarkt rivojlanadi. Bu ateroskleroz rivojlanishiga olib keluvchi sabablar odatda tamaki mahsulotlarini chekish, ya'ni nikotinni iste'mol qilish. Qonda qand miqdorini baland bo'lishi, ya'ni qandli diabet, semizlik, kam harakat hayot tarzi va nasliy moyillik. Eng asosiy omillar shular hisoblanadi. Bundan tashqari doim qon bosimi baland yuradigan insonlar, osh tuzini ortiqcha iste'mol qiladiganlar va ayollarga nisbatan erkaklarda miyokard infarkti ko'proq uchraydi. Odatda miyokard infarkti to'sh ortidagi kuchli og'riq bilan boshlanadi. Ya'ni odatdagi stenokardiya og'riqlaridan farq qiladigan va boshqa og'riqlardan farq qiladigan to'sh ortidagi kuchli, xanjarsimon, qisuvchi, kuydiruvchi xarakterdagi og'riq bilan kechadi. Og'riqdan tashqari miyokard infarktida insonda sovuq ter bosishi, o'limdan qo'rquv hissi, nafas qisishi, harakatni cheklanishi, qon bosimini ko'tarilishi, ba'zan esa uni tushib ketishi kabi belgilar kuzatiladi. Og'riq chap qo'lga, jag' ostiga,
kuraklar orasiga tarqalishi mumkin. Lekin har doim ham og'riq yurak sohasida, to'sh ortida kuzatilmaydi. Ayrim holatlarda, ayniqsa yurakning orqa devori infarktlarida og'riq aksincha qorin sohasida ham kuzatilishi mumkin. Ayrim holatlarda esa umuman og'riqsiz ham infarkt sodir bo'lishi mumkin. Ayniqsa qandli diabet kasalligi bilan og'rigan insonlarda infarkt oyoqda o'tkazib yuborib hech qanaqa og'riq belgi bermaydi. Bundan tashqari miokard infarktini yana bir belgisi shuki, stenokardiyada nitroglitserin bilan qoladigan og'riqlar miokard infarktida qolishi qiyin bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi ukollar qilgandan keyin ham og'riqlar butunlay tez darhol o'tib ketishi qiyinroq bo'ladi. Og'riq sal yengillashishi mumkin, lekin o'tib ketmaydi va stenokardiyadan farqli og'riqlar uzoqroq davom etadi. 5-15 daqiqa emas, aksincha 15 daqiqadan ko'p, yarim soat, 1 soat uzoqroq davom etishi mumkin. Agarda siz yoki yaqinlaringizda xuddi shunday belgilar kuzatilib infarktga gumon qilayotgan bo'lsangiz, unda darhol birinchi yordam ko'rsatish kerak. Birinchi yordam ko'rsatish nimalardan iborat bo'ladi? Eng birinchi navbatda bemorni tinchlantirish va tinch holatga o'tkazish. Agar bemor tikka turgan bo'lsa, o'tirg'izish yoki yotqizish va birinchi uyda agarda aspirin tabletkasi bo'ladigan bo'lsa, yarimta aspirin tabletkasini bemorga berib, uni chaynashini aytish kerak. Bemor uni chaynab keyin yutib yuborish kerak. Qon bosimi o'lchanib, agar qon bosimi baland bo'ladigan bo'lsa, doimiy ichib yuradigan qon bosimi dorilarini yoki boshqa qon bosimi tushiruvchi dorilarni bemorga ichirish va albatta tez yordamga qo'ng'iroq qilib, bemorda yurak xuruji ketayotganligini aytish kerak. Sababiki bunday holatlarda tibbiy tez yordam kardiobrigada deb ataluvchi, ya'ni yurak jamoasi ishlaydigan tez yordam guruhini jo'natadi. Agarda bemorda og'riqlar kuchli kuzatilayotgan bo'lsa, bemorga o'sha vaqtda og'riq qoldiruvchi dorilarni ineksion shaklda yoki tabletka shaklda berish mumkin bo'ladi. Va uyda nitroglitserin tabletkasi yo boshqa xil turdagi nitrat dorilari bo'ladigan bo'lsa, uni bemorga ichirish, nitroglitserin spreylarini og'ziga sepish kerak bo'ladi. Bular og'riqni butunlay qoldirmasa ham miokardga tushayotgan nagruzkani kamaytirib, kasallikni og'ir asoratlarini oldini olishga yordam beradi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, ko'krak sohasidagi og'riqlarni hammasi ham miokard infarktiga tegishli emas. Ular boshqa kasalliklar, masalan qizilo'ngach, umurtqa pog'onasi kasalliklari, oshqozon kasalliklari, qovurg'alararo nervlarning yallig'lanishi tufayli yoki mushaklarning yallig'lanishi, miozitlar tufayli ham xuddi infarktga o'xshash og'riqlar paydo bo'lishi va bularni infarkt bilan adashtirib qo'yish mumkin. Shuning uchun xavf guruhiga kiruvchi insonlar bor, ularda biz ehtiyotroq bo'lishimiz kerak. Bular kimlar? Bular ayniqsa yoshi 50 yoshdan katta bo'lgan insonlar, doimiy yurak kasalliklari bilan og'rib yurganlar yoki doimiy qon bosimi ko'tarilib yuradigan gipertoniya kasalligi bilan og'riydigan insonlar va qandli diabet kasalligi bilan bir necha yildan beri og'rib yurgan insonlar yoki bundan oldin infarkt o'tkazgan yoki boshqa yurak qon tomir kasalliklari o'tkazgan insonlar bo'lsa, bular xavf guruhiga kiradi va bunday insonlarda yuqoridagi belgilarni kuzatilishi bu katta ehtimol bilan miokard infarkti rivojlanayotganligini bildiradi. Shuning uchun bunday holatlarda kechiktirmasdan birinchi yordam ko'rsatib, tez tibbiy yordamni chaqirish kerak. Endi agarda kimdir miokard infarkti o'tkazadigan bo'lsa, uni kasalxonaga tezroq olib borish juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki miokard infarkti rivojlanganda shunday davr borki, biz buni terapevtik akno deymiz. Bu bir necha soatlardan iborat. Bunday holatda agarda biz bemorni terapevtik aknoda shifoxonaga olib boradigan bo'lsak, infarktni butunlay rivojlanib, hujayralarni o'lishini oldini olishimiz va bemorni nogironlikdan saqlab qolishimiz, hattoki o'limdan, ya'ni hayotini saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holatda shifoxonaga tezroq olib borilgan bemorlarga ikki xil narsa, ya'ni agarda imkoniyat, sharoit klinikada bor bo'ladigan bo'lsa, unda maxsus ballonli angioplastika qilinib, tomirlar ochilib, o'sha vaqtni o'zida stent qo'yiladi. Aytgancha, bunday holatlarda shoshilinch tez tibbiy ilmiy markazlarida va kardiologiya markazlarida bepulga koronarografiya va stent qo'yiladi. Bordi-yu,
olib borilgan klinikada bunday sharoit, bunday imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, trombolizis terapiyasi, ya'ni trombni eritib yuboruvchi muolajani qilish mumkin bo'ladi. Bunda maxsus dorilar bor, trombni o'sha ma'lum bir soatlardagi yangi trombni eritib yuboradigan dorilar, ularni tomir orqali yuborilganda tromblar erib ketib, boyaga aytganimizdek infarktni butunlay rivojlanishi va hujayralar o'lishini oldini olishga erishiladi. Shuning uchun infarkt o'tkazayotgan bemorlarni ertaroq shifoxonaga olib borish juda ham katta ahamiyatga ega. Har bir yo'qotilgan vaqt infarktni rivojlanib, endi uje trombolizis yoki boyaga aytganim ekstrinli tezkor stent qo'yishni kechiktirishi va uni imkoniyatini pasaytirishi mumkin. Bundan tashqari, shunday holatlarga ulgurilmagan taqdirda, ya'ni boyagi tezkor yetkazib borish terapevtik aknoga ulgurilmagan taqdirda ham infarktdan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan ma'lum bir og'ir asoratlar bor. Bular eng og'irlari yurak anevrizmasi, ya'ni kengayib xaltacha bo'lib qolishi, yurak devorini yorilishi eng og'ir holatlarda yoki o'tkir yurak yetishmovchiligi, qon bosimini tushib ketib, bemor hushini yo'qotishi, o'zidan ketishi, hatto komaga tushishi holatlari yoki undan ham og'ir holatlarda bemorni hayotiga xavf solishi mumkin. Shuning uchun albatta har qanday holatda shifoxonaga olib borish infarkt o'tkazayotgan bemorni shart hisoblanadi. Endi infarkt o'tkazib bo'lgan bemorlarda davolash bir necha xil yo'nalishda olib boriladi. Agarda yuqorida aytganimizdek terapevtik aknoda kelgan bo'lsa, tezkor trombni eritib yuborish yoki stent bilan ochish amaliyoti. Agarda uje trombni eritib yuboradigan yoki tezkor stentni ochadigan davrdan o'tib ketiladigan bo'lsa, unda rejali stentlash yoki dori-darmon bilan davolash usullari qo'llaniladi. Ayrim holatlarda bir emas, bir qancha tomirlar zararlanganligi tufayli stentlash ham yoki dori-darmon bilan davolash ham yordam bermaydi. Bunday holatlarda rejali tarzda aorta koronar shuntlash amaliyoti, ya'ni yurakka qo'shimcha tomirlar qo'yish amaliyoti amalga oshiriladi. Endi miokard infarkti o'tkazgan insonlar shu bilan tamommi? Ularning yuraklari butunlay ishdan chiqdimi? Yo'q. Odatda miokard infarkti o'tkazgan bemorlarda ham to'g'ri parvarish qilinsa va o'ziga to'g'ri qaraydigan bo'lsa, bemorning holatini yaxshilash va yurakni keyingi kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlarini oldini olish mumkin bo'ladi. Buning uchun esa albatta bir qancha qoidalarga qat'iy rioya qilish kerak bo'ladi. Eng birinchisi, shifoxonadan chiqayotganda davolovchi shifokordan so'rab olish kerak, ya'ni uyda qaysi dorilarni iste'mol qilib yurish kerak. Bunda shifokor yozib bergan dorilarni qat'iy tartibda belgilangan muddatgacha ichib yurish juda muhim hisoblanadi. Chunki shifokor tomonidan bemorga infarktdan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar, ya'ni yurakni kengayib ketishi, qayta infarkt bo'lish, infarktdan keyingi stenokardiya, yurak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin bo'lganlarni oldini oluvchi dori-darmonlarni yozib berishadi va ularni albatta iste'mol qilish kerak bo'ladi. Keyingi holat esa bemorlar uyga chiqqandan keyin ovqatlanish tartibiga rioya qilish kerak bo'ladi. Ular o'ta og'ir va hazm bo'lishi qiyin bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilmasligi, xolesteringa boy bo'lgan mahsulotlar, masalan, tuxumning sarig'i, mol yog'i kabilarni iste'molini kamaytirishi, uglevod saqlovchi, ya'ni un va undan tayyorlangan mahsulotlarni kamaytirish, aksincha tabiiy meva va sabzavotlarni, ko'katlarni ko'proq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Va albatta infarkt o'tkazgan bemorlar ham jismoniy aktivlik bilan shug'ullansa bo'ladi, faqat buni shifokoridan so'rab olish kerak bo'ladi. Ya'ni dastlabki bosqichlarda faqat uy ichida, keyin esa hovlida yurish mumkin, keyin esa sekin-asta yurishni ko'paytirib, ma'lum muddatdan keyin boshqa yengilroq sport turlari bilan ham shug'ullanish mumkin bo'ladi. Va keyin e'tibor berish kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri, infarkt o'tkazgan bemorlar albatta davriy shifokor ko'rigida bo'lib turishi kerak. Nega? Chunki infarktdan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish va berilgan dorilarni vaqti bilan korreksiya qilib, ya'ni to'g'irlab kerak-keraksizini almashtirib turish
va bemorda qayta infarkt bo'lishini oldini olish maqsadida davriy shifokorlar ko'rigidan o'tib turish kerak bo'ladi. Bu odatda miokard infarkt o'tkazgandan keyin 1 oydan keyin va undan keyin esa har 6 oyda albatta kardiolog shifokor ko'rigidan o'tib turishi shart. Xuddi shunday bizni ham klinikamizda infarkt o'tkazgan yoki boshqa yurak qon tomir kasalliklaridan og'rigan bemorlarni ularni holatiga qarab davriy tekshiruvlardan o'tkazib turamiz va ularni holatini baholab, ularga kerakli bo'lgan tavsiyalarni beramiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda ham xuddi shunday holatlar kuzatilgan bo'lsa, bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizda shu mavzularga doir yoki boshqa yurak qon tomir kasalliklariga oid savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.